Bu mashg'ulotimiz uchun bizga kerak bo'ladi 9 voltli batareyka va bitta o'zgarmas kuchlanishda ishlovchi motorcha va parrakcha. Motorchaga o'rnatilgan parrakcha. Endi batareykamizni mos qutblariga motorchamizni qutblarini ulaymiz. Bu jarayonda motorchamizga elektr toki yetib boryapti va motorchaga o'rnatilgan parrakcha o'zini mexanik harakatini boshlayapti. Bu esa elektr tokining bajargan ishi hisobiga motorcha mexanik harakatda davom etadi.